Yurtdoshlar 21-mart Navruz kungacha ketayotgan avtobus. Qo'yliqdan chiqmaydi bu degan avtobuslarimiz bizga to'sqinlik qilayotgan aka-ukalarimiz mana eshitib va ko'rib borasizlar. Shuncha odam Moskva yo'nalishiga ketib boryapti. Toshkent Moskva haftada 4 marta, Toshkent Sankt-Peterburg haftada 4 marta va Toshkent 4-apreldan primoy reysimiz davlat tomonidan qo'yiladi. Aka-ukalar kimda kim ketmoqchi bo'lsa telefon qilaverasizlar, yana bitta qayta gapirib bering. Qo'lida o'tiribsiz aka. Osmaga turib Mana ikkinchi avtobus. bitta ikkinchi Andijon bittaga shu yerdan o'tib. Qayerdan aka? Nima deysiz Andijonlik akalarimiz? Akalarga Andijonliklar mashina deydi. Tushunmayman nimaga ular deydi. Qayerda unaqa gap tushunmayman. Mana akalar hammasi kim yana qo'ylida o'tiribdi? Mana akalarimiz qo'ylida o'tirgan. Akalar bemalol kelib ketishinglar mumkin. Tanlovda adashmanglar. Sizlar bilan eng ishonchli avtobus. Qo'yliq Andijon Pitaydan bezovta qilaveramiz endi sizlarni. Uzr. Sog' bo'ling.